Hakamni uchib kelib, tepib, qulatib futbolimizni butun dunyoga qo'shini olishni mashhur qilgan futbolchini taqdiri nima bo'ldi? Siz like bosib obuna bo'ling, ayanchli hikoya aytib berib. Turon va Neftchi bahsi yakunlangach, yo'lbarslar a'zosi Jamshid To'raqulov Shavkat Nasibullayevga uchib kelib zarba beradi. Hakam bir amallab stadionni tark etadi. O'yindan so'ng uchrashuvni huquqni himoya qilish organlari o'rganib chiqqach, Jamshidni 4 yil 3 oyga uy qamog'iga mahkum qiladi. OFA esa 10 yilga futboldan chetlatadi. Voqea keng masshtabda muhokamalarga sabab bo'lgach, futbolchining ota-onasi murojaat bilan chiqib uzr so'ragani jazoga ta'sir ko'rsatmaydi. Umrini futbol uchun tikkan To'raqulov havaskor futbolchilar ligalarida to'p surishni boshlaydi. U vodiyning ko'plab kichik turnirlarda g'alaba qozonadi, biroq professional futbolchi bo'lish orzusidan voz kechmaydi. Yillar davomida bir necha bor so'ralgan aflar rad etiladi. 4 yili 3 oy tugagach futbolchi karyerani qayta tiklash uchun so'nggi bor urinib ko'radi, ammo futbolimiz rahbarlaridan yana rad javobini oladi. Barcha ishlar yopilgach, Jamshid ishlash uchun Rossiyaga ketadi. Hozir u Kazanda, kunduzi qurilishda mehnat qilayotgan bo'lsa, turlari havaskor jamoada to'p surmoqda. Nima deb o'ylaysiz? U kechirilishi kerakmi?